Qarzi ko'p odamga o'qiladigan duo bormi desa bor. Bu o'zimizni tajribadan o'tgan va Janobimiz sollallohu alayhi vasallam tavsiya qilgan duo. Ertalabda kech paytda o'qirkansiz, toq qadar agar qarzingiz ko'p bo'ladigan bo'lsa, qiyinchilikda turgan bo'lsa, Alloh sizga albatta yengillik beradi. Allohumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan va a'udhu bika minal ajzi wal kasal va a'udhu bika minal jubni wal bukhl va a'udhu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri rijal. Mana shu duoni o'qib yuring, albatta Alloh taolo sizga yengillik beradi. Allohning berishi jamil, juda ham go'zal. Ma'nosi: Allohim, men sendan g'am va qayg'udan panoh tilayman. Yalqog'lik va ojizlikdan panoh tilayman. Qo'rqoqlik va baxillikdan panoh tilayman va qarzga yengilib qolishlikdan panoh tilayman va insonlar, ya'ni kishilarning g'azabiga uchrashlikdan Allohim sendan panoh tilayman degan. Qarzi ko'p odamga o'qiladigan duo bormi desa bor. Bu o'zimizni tajribadan o'tgan va Janobimiz sollallohu alayhi vasallam tavsiya qilgan duo. Ertalabda kech paytda o'qirkansiz, toq qadar agar qarzingiz ko'p bo'ladigan bo'lsa, qiyinchilikda turgan bo'lsa, Alloh sizga albatta yengillik beradi. Allohumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan va a'udhu bika minal ajzi wal kasal va a'udhu bika minal jubni wal bukhl va a'udhu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri rijal. Mana shu duoni o'qib yuring, albatta Alloh taolo sizga yengillik beradi. Allohning berishi jamil, juda ham go'zal. Ma'nosi: Allohim, men sendan g'am va qayg'udan panoh tilayman. Yalqog'lik va ojizlikdan panoh tilayman. Qo'rqoqlik va baxillikdan panoh tilayman va qarzga yengilib qolishlikdan panoh tilayman va insonlar, ya'ni kishilarning g'azabiga uchrashlikdan Allohim sendan panoh tilayman degan.